Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlarim. Bugun siz bilan barchamizni qiziqtirgan, kelajagimizga bevosita ta'sir qiladigan juda muhim mavzuni muhokama qilamiz. Men bilaman. Ko'pchiligingiz 2026 yilda pensiya indeksatsiyasi bilan bog'liq yangiliklardan xavotirdasiz. Bu haqda eshitgan bo'lishingiz mumkin, lekin to'liq tushunmasligingiz tabiiy. Ushbu o'zgarishlar sizning pensiyangizga qanday ta'sir qilishini aniq bilmasligingiz, pulingizning qadri tushib ketishidan xavotirda ekanligingizni tushunaman. Shu bois bugungi videoda men sizga 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasi haqidagi eng so'nggi, eng muhim ma'lumotlarni batafsil tushuntirib beraman. Bu har bir nafaqaxo'r uchun, ya'ni hammamiz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing, chunki sizga bu ma'lumotlar juda kerak bo'ladi. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvaliga tushunib olaylik, pensiya indeksatsiyasi o'zi nima? Sodda qilib aytganda, pensiya indeksatsiyasi bu inflyatsiya tufayli pul qadrsizlanishining oldini olish uchun pensiyalarni oshirish jarayonidir. Ya'ni sizning pensiyangizni har yili ma'lum bir foizga ko'paytirish orqali uning xarid qobiliyatini saqlab qolishga harakat qilinadi. Bu nafaqaxo'rlarning turmush darajasini inflyatsiya sharoitida ham munosib darajada ushlab turish uchun juda muhim mexanizm hisoblanadi. An'anaviy ravishda avvalgi yillarda pensiya indeksatsiyasi hukumat qarori bilan inflyatsiya darajasi yoki o'rtacha ish haqi o'sish sur'atlari asosida amalga oshirilgan. Masalan, agar yil davomida inflyatsiya barini tashkil etgan bo'lsa, ko'pincha pensiyalar ham shu foizga yoki unga yaqin miqdorda oshirilgan. Bu nafaqaxo'rlarning oylik daromadi pulning qadrsizlanishi ortidan sezilarli darajada kamayib ketishining oldini olishga yordam berar edi. Bu tizim nisbatan oddiy va tushunarli edi, ammo uning ham o'z kamchiliklari bor edi. Ba'zan indeksatsiya inflyatsiyadan ortda qolib, nafaqaxo'rlarning real daromadlari pasayishiga olib kelardi. Endi esa eng muhimiga e'tibor qaratamiz. 2026 yildan boshlab pensiya indeksatsiyasi tizimida jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Eski tizimning o'rniga yangi, yanada murakkabroq, ammo adolatliroq bo'lishi kutilayotgan mexanizm joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, indeksatsiya endi faqatgina inflyatsiya darajasiga bog'liq bo'lmasdan, balki mamlakatdagi iqtisodiy o'sish sur'atlari, mehnat bozoridagi o'zgarishlar va demografik vaziyat kabi ko'plab omillarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Hukumat bu bilan nafaqaxo'rlarning hayot sifatini yaxshilash va pensiya tizimini uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashni maqsad qilgan. Bu o'zgarishlar faqat bir guruh nafaqaxo'rlarga emas, balki barcha turdagi pensiya oluvchilarga ta'sir qilishi mumkin. Bu degani endi pensiya miqdorini aniqlashda shaxsiy ish staji, o'rtacha ish haqi, hatto ma'lum bir kasbga mansublik kabi omillar ham yanada katta ahamiyat kasb etadi. Bu yangi tizimning joriy etilishi hukumatning pensiya tizimini modernizatsiya qilish, uni zamonaviy iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish va shu bilan birga ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarning bir qismidir. Birinchi asosiy qism: nimani bilishingiz kerak, kim xavotirga tushishi kerak va kim tushmasligi kerak. Keling, yangi pensiya indeksatsiyasi tizimining eng muhim jihatlarini batafsil ko'rib chiqaylik. Avvalo bilingki, bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi pensiyalarni yanada shaffof va adolatli qilish. Yangi tizim pensiya miqdorini aniqlashda nafaqaxo'rning mehnat faoliyatiga qo'shgan hissasi va to'langan ijtimoiy sug'urta badallarini yanada to'liqroq hisobga olishni nazarda tutadi. Bu degani, agar siz uzoq yillar davomida rasmiy tarzda ishlasangiz va munosib miqdorda badallar to'lagan bo'lsangiz, pensiyangiz ham shunga yarasha yuqori bo'lishi kutiladi. Kimlar xavotirga tushishi kerak? Asosan norasmiy sektorda ishlaganlar, ya'ni konvertda maosh olganlar yoki umuman ijtimoiy sug'urta badallarini to'lamaganlar uchun ba'zi xavotirlar bo'lishi mumkin. Yangi tizim ularning pensiya miqdorini belgilashda jiddiy muammolarga duch kelishi mumkin. Chunki ularning rasmiy mehnat staji va badallari haqida aniq ma'lumotlar mavjud bo'lmaydi. Misol uchun, agar fuqaro A 30 yil davomida doimiy va rasmiy ish joyida yuqori maosh olib ishlagan bo'lsa, u yangi tizimdan faqatgina foyda ko'rishi mumkin. Uning pensiyasi inflyatsiyadan himoyalanishdan tashqari, iqtisodiy o'sishdan ham o'z ulushini oladi. Lekin fuqaro B agar u o'zining 2 yillik mehnat stajining yarmini norasmiy tarzda ijtimoiy badallar to'lamasdan ishlagan bo'lsa,
uning pensiya miqdori fuqaroga nisbatan ancha past bo'ladi. Sababi uning rasmiy badallari kam bo'lgani uchun pensiya jamg'armasiga tushgan pul ham kamroq bo'ladi va bu bevosita uning kelajakdagi pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Shu bilan birga kimlar xavotirga tushmasligi kerak? Rasmiy ravishda band bo'lgan, doimiy ravishda ijtimoiy sug'urta badallarini to'lab kelgan fuqarolar uchun aksincha bu o'zgarishlar ko'proq foyda keltiradi. Ularning pensiyalari nafaqat inflyatsiyadan himoyalanadi, balki mamlakat iqtisodiyotidagi ijobiy o'zgarishlardan ham o'z ulushini oladi. Misol uchun, fuqaro J o'qituvchi bo'lib, 35 yil davomida maktabda ishlagan va har oy maoshidan tegishli badallar to'lab kelgan. Uning pensiyasi yangi tizimga ko'ra yiliga aytaylik 8-10 badaniga indeksatsiya qilinishi mumkin. Agar inflyatsiya 6% bo'lsa va iqtisodiy o'sish darajasini tashkil qilsa, bu esa uning real daromadi inflyatsiyadan ustunroq o'sishini ta'minlaydi. Keling, raqamlar bilan bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Bir misol. Oddiy nafaqaxo'r va yangi indeksatsiya. Faraz qilaylik, hozirda fuqaro Olimjon 1.500.000 so'm pensiya oladi. Yangi tizimga ko'ra pensiya indeksatsiyasi inflyatsiya darajasi masalan 7 va mamlakatdagi o'rtacha ish haqi o'sishi masalan 5 metr omillari asosida hisoblanadi. Shunday qilib, uning pensiyasi jami 12 badanga oshirilishi mumkin. Bu shartli raqam aniq formulalar keyinroq e'lon qilinadi. Demak, Olimjonning pensiyasi 1.500.000 so'mdan 1.500.000 yo'l indik 1.30 so'mga oshadi. Bu uning xarid qobiliyatini sezilarli darajada saqlab qolishga yordam beradi. 2. Misol. Ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun indeksatsiya farqi. Yangi tizimda ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun ham o'ziga xos mexanizmlar joriy etilishi mumkin. Masalan, fuqaro Dilfuza opaning pensiyasi 1.800.000 so'm. U pensiyaga chiqqandan keyin ham yana 5 yil davomida ishlayapti va har oy o'z hissasini to'lab kelmoqda. Yangi qonunchilikda ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun har yil ularning to'lagan badallari hisobiga qo'shimcha qayta hisoblash imkoniyatlari yaratilishi mumkin. Bu degani Dilfuza opaning pensiyasi umumiy indeksatsiyadan tashqari. Uning ishlayotgan davrdagi qo'shimcha staji va badallari uchun ham qayta hisoblab chiqilishi mumkin. Bu esa uning pensiyasining yanada tezroq o'sishini ta'minlaydi. Masalan, umumiy indeksatsiya 10% bo'lsa, u 1.000 so'm oladi. Ammo uning ishlayotgan davridagi qo'shimcha badallar uchun yana 1.000 so'm qo'shilsa, uning pensiyasi jami 2.000 so'mga ko'payib 2.000 so'mga yetadi. Bu ishlayotgan nafaqaxo'rlarni rag'batlantirish uchun muhim omil. Misol, minimal pensiya oluvchilar va ularga ta'sir. Aytaylik, fuqaro Xolmat aka minimal pensiya miqdori 700.000 so'm oladi. Yangi tizimda minimal pensiyalarni indeksatsiyalashda ijtimoiy himoya tamoyillari yanada kuchaytiriladi. Bu shuni anglatadiki, minimal pensiyalar inflyatsiya darajasidan kam bo'lmagan miqdorda oshirilishi kafolatlanadi. Ba'zi hollarda ijtimoiy siyosat doirasida. Minimal pensiyalar inflyatsiyadan ham yuqori ko'rsatkichda indeksatsiya qilinishi mumkin, toki ularning xarid qobiliyati sezilarli darajada pasayib ketmasin. Agar umumiy indeksatsiya 7% bo'lsa, Xolmat akaning pensiyasi kamida 7%ga, ya'ni 49.000 so'mga oshiriladi va 749.000 so'mga yetadi. Bu hukumatning ijtimoiy jihatdan zaif qatlamlarni himoya qilishga qaratilgan e'tiborni ko'rsatadi. Bu yangi tizimning joriy etilishi bir tomondan pensionerlar orasida adolatni ta'minlashga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan mehnatga layoqatli aholini rasmiy bandlikka undashga xizmat qiladi. Chunki kelajakdagi pensiya miqdori bevosita bugungi rasmiy daromad va to'langan badallarga bog'liq bo'lib qoladi. Shunday qilib, agar siz umr bo'yi rasmiy ishlagan bo'lsangiz va badallarni to'lagan bo'lsangiz, xavotirga tushishga asos yo'q. Aksincha, sizning pensiyangiz yanada barqaror va munosib darajada o'sishi kutilmoqda. Ikkinchi asosiy qism qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar pensiya indeksatsiyasi tizimidagi har qanday jiddiy o'zgarishlar, odatda o'ziga xos istisnolar, kutilmagan qiyinchiliklar va bir qarashda sezilmaydigan noaniq nuanslarga ega bo'ladi. Yangi 2026 yilgi tizim ham bundan mustasno emas. Keling, bu jihatlarga chuqurroq nazar tashlaylik. Birinchi va eng muhim nuanslardan biri bu ish stajini tasdiqlash bilan bog'liq muammolar. Siz uzoq yillar davomida ishlagan bo'lishingiz mumkin. Ammo agar mehnat daftarchangizdagi yozuvlar noto'g'ri bo'lsa, hujjatlar yo'qolgan bo'lsa yoki korxona tugatilib,
arxiv ma'lumotlari mavjud bo'lmasa, bu sizning pensiya miqdorini aniqlashda jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Yangi tizim har bir yillik ish staji va unga to'langan badallarni aniq hisobga olishga qaratilganligi sababli. Bunday holatlar bevosita pensiyaning kamayishiga olib kelishi mumkin. Masalan, fuqaro Zaynab opa 15 yil davlat korxonasida ishlagan, lekin korxona tugatilgan, arxiv ma'lumotlari qisman yo'qolgan. Endi u pensiyaga chiqqanda bu 15 yillik stajni tasdiqlashda juda katta qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Hatto sud orqali ham buni isbotlash qiyin kechadi. Natijada uning hisoblangan pensiya miqdori kutganidan ancha past bo'lishi mumkin. Shuning barchaga o'zidan o'z mehnat daftarchalarini va ish stajiga oid barcha hujjatlarni tartibga solishni maslahat beraman. Ikkinchi bir muhim jihat bu maxsus pensiya turlari, nogironlik pensiyalari. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari va xizmatlari uchun beriladigan maxsus pensiyalar qanday indeksatsiyalanadi? Odatda bunday pensiyalar uchun alohida qoidalar mavjud bo'ladi. Yangi qonunchilikda bu toifadagi pensiyalarning indeksatsiyasi ham inflyatsiya darajasidan kam bo'lmagan holda amalga oshirilishi kutilmoqda. Ammo ularning o'sish sur'ati umumiy iqtisodiy o'sishga bog'liq bo'lmasdan, balki ijtimoiy himoya mexanizmlari doirasida alohida belgilanishi mumkin. Masalan, Igor nogiron bo'lgan fuqaro Azimjonning pensiyasi inflyatsiyadan himoya qilinishi kafolatlanadi. Lekin uning pensiyasi ish stajiga asoslangan pensiyalar kabi yuqori o'smasligi mumkin. Chunki u mehnatga layoqatsiz bo'lganligi sababli badal to'lay olmagan. Bu holatda hukumat ijtimoiy yordamni boshqa yo'llar bilan kuchaytirishi mumkin. Uchinchi tuzoq esa bu pensiya jamg'armasining barqarorligi. Har qanday pensiya tizimi aholining demografik tarkibiga va iqtisodiyotning holatiga juda bog'liq. Agar mamlakatda tug'ilish kamayib, nafaqaxo'rlar soni ishlayotgan aholiga nisbatan tezroq o'ssa, pensiya jamg'armasiga tushayotgan badallar miqdori kamayishi mumkin. Bu esa kelajakda indeksatsiyaning sur'atiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hozirda hukumat pensiya jamg'armasining barqarorligini ta'minlash uchun qator choralar ko'rmoqda. Jumladan, ijtimoiy sug'urta badallarini yig'ish samaradorligini oshirish, rasmiy bandlikni rag'batlantirish va pensiya yoshini bosqichma-bosqich oshirish kabi masalalar muhokama qilinmoqda. Bu choralar bevosita sizning kelajakdagi pensiyangiz indeksatsiyasiga ta'sir qiladi. Masalan, agar iqtisodiyot kutilgandan sekinroq o'ssa va pensiya fondiga tushumlar kamaysa, hukumat indeksatsiya foizini rejadagidan kamroq belgilashga majbur bo'lishi mumkin. Bu esa sizning real daromadingizga ta'sir qiladi. Ya'ni bir noaniq nuans bu pensiya yoshini oshirish imkoniyatlari. Garchi hozirda pensiya yoshini oshirish haqida rasmiy bayonotlar bo'lmasa-da, ko'plab mamlakatlar pensiya tizimini barqarorlashtirish maqsadida ushbu choraga qo'l urmoqda. Agar kelajakda pensiya yoshi oshirilsa, bu sizning pensiya olishni boshlash muddatingizni kechiktirishi mumkin. Shuningdek, bu indeksatsiya mexanizmiga ham bilvosita ta'sir qilishi mumkin. Chunki pensiya jamg'armasidagi demografik yuklama o'zgaradi. Masalan, agar siz 2025 yilda pensiyaga chiqishni rejalashtirgan bo'lsangiz, lekin 2026 yildan boshlab pensiya yoshi 1 yilga oshirilsa, siz 1 yil ko'proq ishlashga majbur bo'lasiz. Bu sizning shaxsiy rejalaringizga jiddiy ta'sir qiladi va bu kabi ehtimoliy o'zgarishlarga tayyor turish kerak. Shuningdek, kasblarning o'ziga xos xususiyatlari ham e'tiborga olinishi mumkin. Ba'zi xavfli va og'ir mehnat sharoitlariga ega bo'lgan kasblar, masalan, konchilar, kimyo sanoati xodimlari uchun muddatidan oldin pensiyaga chiqish huquqi saqlanib qolishi mumkin. Ammo ularning pensiyalarini indeksatsiyalashda alohida koeffitsiyentlar qo'llanilishi ehtimoli bor. Masalan, bir paytlar juda yuqori maosh olgan, ammo endi yopiq turdagi korxonada ishlagan kishi bo'lsa, uning pensiyasi boshqa oddiy fuqaroga nisbatan alohida indeksatsiya mexanizmiga ega bo'lishi mumkin. Bu uning ish faoliyatining o'ziga xos xavfliligi va qiyinchiliklari hisobiga bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, yangi tizimning joriy etilishi ko'plab ijobiy o'zgarishlarni va'da qilsa-da, har bir nafaqaxo'r o'zining shaxsiy vaziyatini sinchkovlik bilan tahlil qilishi va potensial qiyinchiliklarga tayyor turishi lozim. Hujjatlaringizni tartibga solish, pensiya jamg'armasi bilan muntazam aloqada bo'lish va yangiliklarni kuzatib borish juda muhimdir. Amaliy maslahatlar: tomoshabin nima qilish kerak? Aziz do'stlar, men yuqorida aytgan barcha ma'lumotlarni hisobga olgan holda, hozirdan boshlab qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Unutmang,
Oldindan tayyorgarlik ko'rish kelajakdagi muammolarning oldini olishga yordam beradi va pensiya ta'minotingizni barqarorlashtiradi. 1. Hujjatlaringizni tartibga soling va nazorat qiling. Mehnat daftarchasi. Bu sizning asosiy hujjatingiz. Undagi har bir yozuvning to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir xato, o'chirilgan joy tuzatish bo'lsa, ish joyingizning kadrlar bo'limi orqali yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, uni to'g'rilashga harakat qiling. Masalan, ba'zida ism familiyadagi bitta harfning xatosi ham pensiya rasmiylashtirishda katta muammo tug'dirishi mumkin. Ishlab chiqarish korxonasining nomi o'zgarishi yoki uning tugatilishi natijasida ba'zi yozuvlarga muhr bosilmay qolishi ham tez-tez uchraydi. Bunday hollarda siz sobiq ish joyingiz joylashgan tuman yoki shahar arxiv idorasiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Maosh haqida ma'lumotlar, agar imkoni bo'lsa, ishlagan joylaringizdan maosh haqidagi ma'lumotnomalarni yig'ib oling. Ayniqsa pensiya hisoblash uchun eng yaxshi davr hisoblangan 5 yillik ish staji davridagi maoshlar haqidagi hujjatlar juda muhim. Hozirda bu ma'lumotlar elektron bozorda mavjud bo'lishi mumkin. Ammo eski davrlarga oid ma'lumotlar qog'oz shaklida talab qilinishi mumkin. Diplomlar va guvohnomalar. O'qish davri ham ish stajiga qo'shilishi mumkin bo'lgan holatlar mavjud. Masalan, oliy ta'lim muassasalarida kunduzgi bo'limda o'qigan davr. Shuning uchun barcha diplomlar, harbiy xizmat guvohnomalari va boshqa qo'shimcha hujjatlarni ham tartibga soling. 2. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Qayerga borish kerak? Siz yashash joyingizdagi yoki oxirgi ish joyingiz joylashgan tumanning ijtimoiy himoya agentligining pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Nima qilish kerak? U yerdagi mutaxassislar bilan suhbatlashing. O'zingizning ish stajingiz, to'lagan badallaringiz va pensiya huquqingiz haqida ma'lumot oling. Ular sizga sizning pensiya hisobingiz holati haqida batafsil ma'lumot bera oladilar. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz asosida potensial pensiya miqdorini taxminan hisoblab berishlarini so'rang. Qanday savollar berish kerak? Yangi 2026 yilgi indeksatsiya qoidalari sizga qanday ta'sir qilishini so'rang. Pensiya yoshiga yetganingizda qanday hujjatlar talab qilinishini oldindan aniqlashtiring. Elektron xizmatlar. Hozirda ko'plab davlat xizmatlari elektron shaklda taqdim etilmoqda. Masalan, Davlat xizmatlari markazining yagona portali orqali ham o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirish, ish stajingiz haqida ma'lumot olish imkoniyatlari mavjud. Bu portaldan foydalanishni o'rganing yoki farzandlaringizdan yordam so'rang. Bu vaqtingizni tejaydi va ko'pgina ma'lumotlarga uydan turib ega bo'lish imkonini beradi. Rasmiy bandlikka e'tibor bering. Agar siz hali ham ishlayotgan bo'lsangiz va norasmiy tarzda maosh olayotgan bo'lsangiz, jiddiy o'ylab ko'ring. Yangi tizimda faqat rasmiy ravishda to'langan badallar pensiya miqdoriga to'liq ta'sir qiladi. Norasmiy ish haqi va unga to'lanmagan badallar sizning kelajakdagi pensiyangizni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Ish beruvchingiz bilan rasmiy bandlik va barcha badallarning to'liq to'lanishi masalasida gaplashing. Agar iloji bo'lmasa, boshqa rasmiy ish joyi topish imkoniyatini ko'rib chiqing. Bu juda muhim, chunki kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz bevosita shunga bog'liq. 4. Yangiliklarni kuzatib boring. Pensiya qonunchiligidagi o'zgarishlar doimiy ravishda kuzatib borilishini talab qiladi. Bizning kanalimizga obuna bo'ling. Biz har doim eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlarni sizga yetkazamiz. Rasmiy manbalar, masalan, Ijtimoiy himoya agentligining veb-sayti va matbuot xizmatining yangiliklarini muntazam ravishda o'qib boring. Televideniya va radiodagi maxsus ko'rsatuvlarni ham tomosha qilish foydadan xoli bo'lmaydi. 5. Moliyaviy savodxonligingizni oshiring. Pensiya faqat davlat tomonidan beriladigan ta'minot emas. Kelajakda qo'shimcha moliyaviy manbalarga ega bo'lish uchun shaxsiy jamg'armalaringizni shakllantirish haqida ham o'ylang. Bu investitsiyalar, bank depozitlari yoki boshqa moliyaviy vositalar bo'lishi mumkin. Hozirda mavjud bo'lgan shaxsiy jamg'arma pensiya tizimlari haqida ma'lumot oling. Bu sizning nafaqadagi hayotingizni yanada farovon qilishi mumkin. Bu tavsiyalarga amal qilish orqali siz 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasi bilan bog'liq o'zgarishlarga yaxshiroq tayyorgarlik ko'rishingiz va o'zingizning pensiya ta'minotingizni imkon qadar maksimal darajada oshirishingiz mumkin. Esingizda bo'lsin, ertangi kunimiz bugungi qarorlarimizga bog'liq. Xulosa va yakuniy chaqiriq, aziz tomoshabinlarim, bugungi videoda biz 2026 yildagi pensiya indeksatsiyasining yangi detallarini, uning mohiyatini,
avval qanday bo'lganini va endi qanday o'zgarishlar kutilayotganini batafsil muhokama qildik. Shuningdek, kimlar xavotirga tushishi kerak, kimlar esa aksincha foyda ko'rishi mumkinligini ham aniq misollar orqali ko'rsatib berdim. Eng muhimi, pensiya qonunchiligidagi o'zgarishlar hayotimizning muhim qismi ekanligini, bu o'zgarishlar bizning har birimizga bevosita ta'sir qilishini unutmasligimiz kerak. Biz tuzoqlar va noaniq nüanslar haqida ham gaplashdik. Ish stajini tasdiqlashdagi muammolar, maxsus pensiya turlari, pensiya jamg'armasining barqarorligi va hatto pensiya yoshining ehtimoliy o'zgarishlari kabi omillar sizning kelajakdagi pensiyangizga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men sizga bergan amaliy maslahatlarga, ya'ni hujjatlaringizni tartibga solish, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish, rasmiy bandlikka e'tibor berish va doimiy ravishda yangiliklarni kuzatib borishga chaqiraman. Bu qadamlar sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz uchun juda muhimdir. Unutmang, pensiya bu shunchaki pul emas, bu sizning yillik mehnat faoliyatingizning mamlakat taraqqiyotiga qo'shgan hissangizning munosib qadrlanishidir. Shuning uchun o'z huquqlaringizni biling va ulardan foydalanish uchun zarur choralarni ko'ring. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun juda foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob topdingiz. Agar sizda yana qandaydir savollar yoki fikrlar bo'lsa, iltimos ularni videoning izohlar qismida yozib qoldiring. Men har bir izohni o'qib chiqishga va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Va nihoyat, agar video sizga yoqqan bo'lsa va foydali ma'lumotlar olgan bo'lsangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelgusida yanada ko'proq foydali va muhim mavzularda videolar tayyorlashga motivatsiya beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr.